Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy doiralari Dinizat Abdulhamid Eminning farzandlarini ommaviy so'rinda dadasi ustidan majburiy shikoyat qildirgan. Dotsent doktor Burhan Ulug'yo'l kasbni suyish, ijtihadkorlik va utuq qozonish temasida suhbat o'tkazdi. Turmush bilimlaridan ma'lumot. Tövəndə ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə Qashqardagi yerlik doiralarning aholilarni bir-birining atalmış xatoliklarni fosh qilishdan boshqa yana o'z oila a'zolarining xatoliklarni fosh qilish qistavotganligi, tahdid selayotganligi. Erkin Asiya Radiosu muxbirining Qashqar yangi qarta ilib olgan telefon ziyoratida Qashqar shahrining Armudun yezisida o'tgan yil ochilgan bir siyosiy o'g'inish yig'inida Xitoy doiralarining turmadagi Dinizat Abdulhamid Eminning lagerdagi o'g'li va qizini dadasi ustidan shikoyat qildirganligini oshkorlab, o'zlarining tutilishiga dadasining sababchi ekanligini bildirib, ko'pchilikni dadasidan ibrat olishga da'vat qilgan. Qashqarda yig'ib olish lagerdagilar har kuni tushdan keyinlik so'roq vaqtida mahalladoshlari, qo'shnilari, do'stlari yoki xizmatdoshlari to'g'riliq masala fosh qilishga qistilib, hech nima deb bermagan ahvolda o'z oila a'zolari to'g'riliq masala fosh qilishga zo'rlangan. Bu qistash va zo'rlash ba'zida til haqorat, ba'zida tayoq to'qmoq va ko'pincha hollarda osh qo'yish yoki uyqusiz qoldirish usuli bilan davom qiladi ekan. Xitoy doiralari majburiy iqror qildirilgan paketlarga asosan tutqun doirasini kengaytib, lagerlarni texmi ko'p begunoh kishilar bilan to'ldirgan bo'lsa, yana ba'zi tutqunlarni ommaviy yig'inlarda o'z oila a'zolari ustidan shikoyat qilishga majburlagan. Ma'lum bo'lishicha, tutqunlar agar oila a'zolari ustidan shikoyat qilmasa, muddatsiz kesib etilganligi, hatto o'lim jazosiga uchrash ehtimolligining borligi haqida tahdid qilingan. Erkin Asiya Radiosuning telefon ziyoratini qabul qilgan Yengshar noyisining Armudun yezidagi bir amallik mudiri o'tgan yili qo'shni kentda ochilgan bir siyosiy o'g'inish yig'inida 2 nafar tutqunning o'z dadasi ustidan shikoyat qilganligi va ko'pchilikni dadasidan ibrat olishga chaqirganligini bildirib, 60 yoshdan qilgan Dinizat Abdulhamid Emin bir masjidning imomi bo'lib, u 2017-yili qonunsiz tabliğ so'zlash ayblamasi bilan tutilgan va 7 yillik kesilgan. Navbatda Urumchi 1-turmada jazo muddatini o'tayotgan Abdulhamid Eminning bir qiz va bir o'g'limi lagerda bo'lib, ular siyosiy o'g'inishda o'zlarining mushkunga qilishida dadasining sababchi ekanligini tilga olib shikoyat qilgan. Ammo mahbus Abdulhamid Eminning o'g'li Mamti Emin Abdulhamidning konkret qanday qiyin qistoq duch kelganligi va yoki uning Xitoy doiralari tomonidan qanday va'dalar berilganligi ma'lum emas. O'tgan yili Fransiya axborot agentligi Xitoyning torlarda oshkor tarqatilgan 1500 dan ortiq hukumat materiallari ustida tekshirish olib berib, materiallarning birida lager vazifasining lagerdagilarni haqiqiy bir Xitoy fuqarosi qilib qayta tarbiyalab chiqish uchun oldi bilan ularning ajdodlari bilan bo'lgan beg'in uzib o'tish, nasab yiltizni qirqib o'tish, ijtimoiy munosabatlarni kesib tashlash va kelib chiqish yiltizini pak-pakiz to'ldirish zarur deb aniq belgilangan ekan. Ba'zi mustaqil kuzatuvchilar va tarafsiz davlatlar Xitoy hukumat materiallaridan oshkorlangan yuqoridagi bayonlar va axborot oshkorlangan Yengshar Armudundagiga o'xshash paketlarga asosan lagerlarning terrorlik bilan aloqasi yo'qligini, uning faqat bir irqiy qirg'inchilikqa vosita bo'layotganligini ilgari surgan. Türkiye Uyghur Akademiya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi o'qituvchisi va Uyghur Akademiyasi doimiy hay'at a'zosi dotsent doktor Burhan Ulug'yo'l apandi bilan 28-sentabr kuni akademiya yig'in zalida kasbni suyish, ijtihadkorlik va utuq qozonish temasida Istanbuldagi har qaysi universitetlardan 15 Uyg'ur o'quvchining qatnashishi bilan suhbat olib berildi. Burhan apandi kasbni suyish, ijtihadkorlik, muvaffaqiyat qozonishdan iborat 3 tema asosida o'quvchilar bilan suhbat o'tkazib, ayrim eng avval tanlagan kasbni suyish yoki so'ygan kasbni tanlash kerakligini, muhim pallar bilan muhim emas pallarni ayirib olib, asosiy pallarga texmi ko'p vaqt ajratish kerakligini, amalba davlat universitetida o'qishga kirishga tirishib, o'zini rag'batlantirgan kuch izlash, ishonch bilan yashash kerakligini, eng avval o'qituvchi ustozlarni hurmat qilishni bilish, darslarni ko'ngil qo'yib anglash va cho'qim xotir qoldirish kerakligini, o'zi suyib qilgan ishdan huzur elish, bilim elishni oldin o'ringa qo'yish, g'oyani buyuk qilish va shu g'oya uchun o'zliksiz olg'a ilgirlash kerakligini astoydillik bilan ta'kidlab, o'quvchilar vaqtni yaxshi o'rlashtirishni bilishi, har kuni cheniqishga, erkin faoliyat qilishga vaqt ajratish lozimligini, agar dars vaqtida o'qituvchining so'zlagan darslarini ko'ngil qo'yib anglasa, dars muzokara qilish uchun ko'p vaqt ajratishning hojat yo'qligini bildirgan. Meteorologiya, havo royi va klimatdan iborat bu 3 so'zni kunda anglab turamiz. Lekin meteorologiya, havo royi va klimatning aniq ma'nosining nima ekanligi, ularning qanday farqi borligini bilmasligimiz mumkin. Meteorologiya bo'lsa osmon bo'shlig'idagi shamol, bulut, yomg'ir, qor, qiro, shabnam, asan-usan, gardish, chaqmoq, guldirmami qatorliq barliq havo royi ahvollarining fizikalik hodisasidir. Havo royi bo'lsa insonlar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan paytlik meteorologiya alohidaligining universal ahvolidir. Ya'ni havo royi atmosferaning qisqa mezgil ichidagi ochiq tutuq, illiq sovuq bo'lishi, shamol kuchi, shamolning sur'at qatorliqlarning o'zgarishini ko'rsatadi. Masalan, biz odatda bugun havo bek yaxshi bo'ldi, tunugun havo bek nachar bo'ldi, bo'ron chapqinlik kun bo'ldi, yomg'ir yog'di deymiz. Mana bular havo royi bo'lib, bundaq havo royini meteorologiya degili bo'lmaydi.
Klimat bo'lsa butkul yer shari yoki ma'lum bir rayonning bir yillik yoki bir mezgillik meteorologiya ahvolining ko'p yillik alohidligini ko'rsatadi. Ya'ni u ma'lum bir rayonning uzoq mezgillik havo rayining o'rtacha ahvolini ko'rsatib beradi. Shu sababdan havo rayi bilan klimat zich munosabatlik. Ammo ularning mohiyatida farq bor. Havo rayi tartibsiz, qonuniyatsiz bo'ladi. Shu sababdan necha kundan keyingi havo rayi qarta oldin ma'lumot berish nisbatan qiyin bo'ladi. Atmosferaning tarkibi yoki boshqa omillarning o'zgarishi orqali klimat o'zgarishiga qarata oldin mo'lcharlash bo'lsa, uningga o'xshamaydigan boshqa bir xil ahvol bo'lib, uningga qarata oldin mo'lcharlash nisbatan oson bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.